Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana o'zgacha ixtiromizni kutib olinglar. Mana buni ventilyatori ham bor. Osongina orqasiga qo'yiladi mana. Ichkaridan chiqayotgan issiqni tashqariga fuda beradi. Mana qo'lni kuydiradigan darajada issiq chiqyapti. Bu pechkamiz juda ekonomичный pechka qilingan, 2 qavatli bo'lgan, o'tinga moslashgan, ozgina o'tin bilan katta uylarni isitadi. Haqiqiy ekonom pechkalarda qiroli. Mana tagida tortmasi bor. Kuli tortmasiga tushadi, o'tinga moslashgan. Endi biz gazda ko'rsatib beryapmiz. Ekonomичный pechka, ozgina o'tinga katta joylarni isitadi. Mana keyin orqasidan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu orqasidan ham issiq chiqaradi. Mana bu tomonga ham issiq chiqaradi, ventilyatorni olib qo'ysalaring. Agar ventilyatori bo'lsa, shu oldiga chiqaradi. Keyin o'timiz bekorga chiqib ketmaslik kerak. Mana olib qoladi, faqat uyga chiqaradi. Kannaydan issiqlik chiqib ketmaydi. Mana tagidan ham даже issiq chiqaradigan qilib qo'yganman, qulay qilingan. Bu pechkamizni narxiga kelsak, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bilan 2,5 million so'm. Manzilimiz Farg'onaning Chimyonida joylashgan. Kimga shunaqa antiqa mahsulotlar kerak bo'lsa, bizda bor. Aloqaga chiqaverasizlar.